Buni boshida uzgan noklarimiz, xudo xolasa uni sap-sariq bo'lib salg'aydi. Ko'pchilik negativ fikr bildirdi. Buni suvda yuvib bo'lmaydi, bu nok chirib ketadi, u bo'lib ketadi, u bo'lib ketadi. Ijtimoiy tarmoqqa qo'ygandan keyin mana noklarimiz hali biror chirigani yo'q. Mana xudo xolasa tepasi ham sop-sog'lom. Buni juda zo'r suvlarda yuvib olib kirib, mana nok yaltillab qoldi, zo'r bo'lib, juda suvli nok. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, suvni qaranglar, suvliligiga bu nokda. O'ta suvli shirin nok mana bittasi taroziga qo'yib tortib ko'ramiz. 480 gram aka. Bashda bitta nok yarim kiloni atrofida chiqyapti. Busini ham qo'yib tortib ko'ramiz. Mana. Bu ham bir xil ekan 480. Kimga shuni ko'chat qiziq bo'lsa, ko'paytirib qo'ygan biz kanalda sotib olishlari mumkin. Mevasi ham sotiladi. Mana xudo xolasa, yani 4-5 kunda tilla sariq bo'lib, juda zo'r holatda sarg'ayadi. Agarda saqlama noklarimiz shu bo'ladi, may oyigacha mana shu holatda turaveradi. Mana shu yayilib qo'ygan holatda turaveradi. Juda suvli shirin nok. Videoga like bosamiz. Bizga negativ bildirgan yoki chinib ketganlar deganlarga video jo'natib beramiz. Sog' bo'lasizlar.